Ben gece itiraf etse bo'ldim. Yo yaxshi, rahmat. Musofirga chiqib, turmush kunlari yengil ekanmi? Ko'ryapman. Qanday so'ra? Nima bo'lyapti? Nima bezoriliklar bor? Yaxshi, ancha kelgan paytda rosa ahvolim og'ir edi. Faqat bilmadim. Hozir endi hamma yerda o'zim borib, 3-yilga ta'sirga chiqdim. Ancha yaxshiman. Rahmat shu Qarshidagi yoshlarga hammasiga. O'z qayerga keldingiz? O'zim Jizzax viloyati Havorov tumanida. Jizzaxdan keldingizmi? 1-maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Bezorilik yo'qmi tog'a? Yo'q, zo'r. Jizzaxdan keldingizmi? Men Mikrobiotik Sanotonda Qozog'iston tumanidan shu o'zimizda doktorlar tavsiyasi bilan sog'liqni keldim. O'yin rejasini kelganimda juda og'ir 10 tarafga tushdi. Orqa kuraklar bilan operatsiyadan chiqqanimdan keyin og'ir qoldi. Qanday? Holat qanday? Holatim ko'zim juda yaxshi. Rahmat sizlarga. Qo'llaring dard bo'lmasa, og'ir ahvolda edi. Shu darajagacha yetkazganlaringga ming qaror shukr. Yaxshiman. O'zim o'yimdan erkin yurib anaqa qilyapman. Ammo og'riqlar yo'q. Yaxshiman. Men erkin yotib turib. Men 30 yildan beri shu kasal bilan yuribman. Ben Samarqand qolmadi, boshqa joy tabib qolmadi, umuman foydasi bo'lmadi. Umuman hozir kasal, ingacha og'rig'im yo'q.